Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda va qonunchiligimizda 1-iyun sanasidan boshlab nimalar o'zgardi? Tezda videorolikni barcha o'zbeklar ko'rishi kerak. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zbekistonda 2024-yil 1-iyundan boshlab qonunchiligimizda kuchga kiradigan va mamlakatimizdagi boshqa o'zgarishlar haqida ma'lumot oling. 1-iyundan boshlab oliy ma'lumotli bog'cha tarbiyachilarining oyligi maktab o'qituvchilarining oyligiga tenglashtiriladi va oshiriladi. Ikkinchi, chiqindi bo'yicha qarzdorligi bo'lgan fuqarolar elektr ta'minotidan uziladi. Uchinchi, kambag'allikdan chiqish dasturiga kiritilganlarga 120 million so'mgacha ipoteka kreditlari beriladi. To'rtinchi, mehnat muhojirlariga 3 million 400 ming so'mgacha kompensatsiya to'lanadi. Beshinchi, rasman 1-iyundan boshlab O'zbekistonda eski mashinalarda yurish taqiqlanadi. Buning uchun esa jarima solinadi. Oltinchi, mehnat migratsiyasidan qaytganlarni ishga olganlarga 500 ming so'mdan subsidiya beriladi.